dashtida bova oshkor topilmasin. Hey dil g'am yema qilsa vafosizlik gul oy eshitdim ko'p kishilar haq o'z-o'zicha qorang feruza ko'zlarning qadriga yetar bo'lsa muhabbat yoshini azimi to'kmagin ko'z dilda topilmasmi kunul ovlash uchun Andijon viloyati musiqa ustoz san'atkori To'raxon aka Qodirov qarsaylar. Rahmat ustoz. Hozir bir minut. Yana bir bor assalomu alaykum azizlar, aziz tomoshabinlar. Bo'ston, go'zal Bo'ston yurtini aziz insonlari. Men hozir davramizga ustoz san'atkorlarimizdan Tohirbek Matbuboyev hamda Mufazzalxon Karimovalar ijrosidagi ariyalarni birgalikda tinglaymiz. Xotinim bechora o'lganidan beri har kuni shu. Kecha doktor Hasanxonning yoniga borsam, nima deydi? Uylaning deydi. Umuman olganda gapi to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Lekin o'zimga mos bevani qayerdan olay? Yoshlari qarasan deydi. Uni ustiga cho'ntagida pul ham kam. Xudoni rahmi kelib, o'zi menga jo'natish shekilli. Hoy ayol. Sen kimsan? Kimning ayolisan? Meni uyimda nimalar qilyapsan? Men Arshin olalarning xolasi bo'laman. Lollarga umuman ishim tushmagan. Demak, ering dallolchilik qiladi, sen esa ulbul sotasan, shundaymi? Ha, shunday, lekin dallol edilar. Hozir nima ish qiladi? Hozir yolg'iz Allohning o'ziga ayon. Men bechora 10 yildan beri bevaman. Shundaydagi qanday yaxshi. Astag'firullah, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Demak, 10 yildan beri bevasan, shundaymi?
Shunday. Allah mehribon. Allah o'zi seni menga yetkazdi. Kel ikkimiz bir ish qilamiz. Qanday ish? Bu juda ham oson. Sen ham baxtli bo'lasan, men ham baxtli bo'laman. Qanday qilib? Tushunmadi. Yana tushunmadi. Xullas kalam, tushunmadim. gapning post kallasini aytganda 3 so'm pul, 1 kalla qand, bitta mulla, tamom vassalom. Yana tushunmadim. Allah Allah, bu yana tushunmadi. Qanday tushuntirsam ekan? Unday bo'lsa, mana men aytaman, sen eshit. Çaptım yalalım aralım dili bilmez gezip ahır seni taptım yalalım aralım dili bilmez aman aman ey kaşık aman ey yalalım aralım dili bilmez aman aman ey kaşık aman ey yanalım aralım dili bilmez razı ol yanalım aralım dili bilmez aman aman ey kaşık aman ey yanalım aralım dili bilmez aman aman ey Aşık aman ey yanalım aralım dili bilmez Evga gidiyorsan har to'xta, endi baxtimni topgandim degan. Rahmat. Tohirbek Matboboyev, Mufazzal xonim Karimova. Rahmat, ustozlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Konsert dasturimiz davom etadi. Men hurmat bilan sizlarni qarsagilar ostida davramizga teatrimizning o'xshovoz xonandasi, yetuk aktyorlardan biri Avazbek Hasanovni taklif qilaman. Marhamat, qarsaklar ostida. Assalomu alaykum. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yuragida o'tib bolalar davraga taklif qilib, bir maza qilib o'ynaymizmi? Ha? Birgalikda. Ha, shu o'qidan qo'yib berasizmi? Yet. Ahe, ahe. Qo'shig'imiz ozgina tugab qoldi. Qaysi falak burjuning mehri nurida o'rsan qaysi sadaf burjuning gavhari shaharsan qaysi xotana ohusi babai tartarsan qaysi charanzorning lalay gullarsan söyleme ey sana kimni sever yarsan ala kuz boy 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 ala kuz boy boy ala kuz gel gel ala kuz gel gel yaşa
شمشاد و روز گرم طبیبم دسته به کنار اوجنی اختری جانم دستی گرسم بایی آرزی بوزو شرم دستی سویلم ایزم نسی داری آرزم اما کسی کوی توی توی اما کسی کوی توی اما کسی کنه برهم خانه کسی کنه برهم Sizler barınayı şohturlar vatanım gülür Sizler barınayı şohturlar Zamanımda azap kuş Devreye düş Zamanımda azap kuş Devreye düş Rahmat, sağ bo'lin, salomat bo'ling. Deydilar, tavobi Ka'bani topmoq bir inson diliga quvonch baxsh etmoq. Sen ham tark aylama bu fazilatni, maqsading gar bo'lsa Allohga yetmoq deydi. Mana shunday sizlardek mehnatkashlarni, xalqni ko'nglini olish uchun mana shunday san'atkorlar tashrif buyurgan. San'atkorlarimiz doim sog' salomat bo'lsin. Sizlarni qarsakiylar ostida men davraga yana xushovoz xonanda ustoz san'atkor Tohirjon Matboboyevni taklif qilaman. Ajoyib sho'x qo'shiqlar bilan qolaversa teatrimizning yosh iqtidorli aktrisasi Shohsanamxon Mirkomilova raqslarida qarsakiylar bilan. Assalomu alaykum azizlar. Xudo shohid, biz sizlarga juda ham جان بله تابند من مهری روشن دل بکن تابند من مهری روشن دل بکن تابند من کرگلی yüzü gülistanın közü Zavq birle gül bükün pürhanda ben Zavq birle gül bükün pürhanda ben Seni ders bir gelin
Tümecün devleti payandımı Gülsüne canıdır aşığım Sen şehir şahı cihan sen üstüne Hafızı beçare dikmen benden Hafızı beçare dikmen benden Hafızı beçare dikmen benden Şahsen emmergahıyla Buzlap kiler Örtüyede beni yarım buzlap kiler Minge birgen ödeleri isten çıkır Asanası tilla yutlu gözlap kiler Pişanenge yozgalidan ayrılmayar Canım çıkar koşup etsem ayrılmayar Kervan yürü yetgunicha qizg'aldoq zal yig'lagandan dunyo bezan o'ynab o'ynab peshonangga yozganidan ayrilmayar jonim chiqar qo'shib aytsam qayrilmayar Yarmi bilan kuylasam ham olam to'lar Peshonamga yozganidan ayrilmayar Jonim chiqar qo'shib aytsam qayrilmayar Karvon ko'rdim tuyalari muzlab borar Nur tuyada meni yorim muzlab borar Menga bergan va'dalari esdan chiqib Ostonasi tilla yurtni ko'zlab borar Ostonasi tilla yurtni ko'zlab borar Ostonasi tilla yurtni ko'zlab borar Rahmat, mana shu raqsga tushgan singlimizga ham taqasaylar bo'lsa. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tohirjon Matboboyev. Hazratin davriga hurmat bilan teatrimizning yosh ixtiyorli aktyori hamda xushovoz xonandasi Soyibjon Mirkomilovni taklif qilaman. Qarsaklar ostida qarsak chop turaylik. Qarsak chop turaylik. Assalomu alaykum.
dilda yashnagan chechak u biz bilan qayda yashasak bir qora ko'z jilmayib qolar gul muhabbat ketdik bu yerdan Na qildim ey yuzlari zebo bu xabar ketdik bu yerdan biz ketsak biz jilmayib Kuncha deb qolamiz, xayrlashmaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalambor mana shu go'zal bo'stonimizga sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bugun endi bu hali hisob emas. Yana boshqa kelasizlar. Albatta ming marta sizlarga rahmat. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Mana shunaqa xalqning ichiga kirib olinglar. Ularda haligi Andijon shaharlariga, Toshkent shaharlariga borib ko'rishga vaqti yo'q mehnatkashlarga mana shunday madaniy xotir beringlar degan farmonlar chiqqan. Viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shoqboyevich ham har doim xalq ichida yuringlar dedi o'zi singari. Sizlarga ming marta rahmat. Butun mana shu Bo'stonni
mehnatkashlari nomidan, davlat xizmatchilari nomidan sizlarga ta'zim va tashakkur qilamiz. Sog' bo'linglar. Shaxsan tuman hokimimiz Sanobarxon Abdunabiyevna nomidan ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana albatta uchrashamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.